bugun bizda navbatdagi qiziqarli holat. Biz bemorni buyragini saqlab qoldik. Hozir birgalikda bemorimizni kirib, holatlarini so'rab chiqamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, qandaysiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bemorimizda chap buyragida katta karal toshlar aniqlangan. Bir necha kasalxonaga borib kelgandan so'ng bemorimizga butunlay pochkani, ya'ni butunlay buyragini olib tashlashmoqchi bo'lishgan. Bemorimizni 4 kundan oldin amaliyot o'tkazganmiz. Ya'ni kichkina tirqish orqali buyrakdagi toshlarni hammasini olib chiqqanmiz. Shu bilan buyrakni saqlab qolganmiz. Tanishtirsak o'zingizni. Assalomu alaykum. Men Mirzayev Bobur. Hozir bu doktorxonaga bir ikkita tanishlar orqali kelgandim. Juda ham zo'r ekan. Bu doktorxonada men o'zimga ishonib kelgandim. Ishonchim Xudoga shukr, ming qatla shukr oqlandi. Bu akamizni, Vosita akamizni hammasi uchun, yordamlari uchun rahmat. Men buyragim hozir juda ham zo'r, faol ishlayapti. Hamma doktorlar boriga shukr. Boshqa joylarga borgandik, bu buyrakni saqlashni iloji yo'q, olamiz degandi, lekin bu akalarimiz holi yoshsiz, holi Xudo xolisi tiklanadi deb umidimni so'ndirmasdan mana buyrakni hozir o'z faoliyatiga qaytardi. Juda ham buyrak original ishlayapti. Allohga shukr. Bu akalar boriga shukr. Rahmat akajon, joningiz sog' bo'lsin. Sizga o'xshagan insonlar ko'paysin. Salomat bo'ling aka. Agar sizda yoki yaqinlaringizda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, bizni RDM klinikamizga, Medpoint jamoasiga murojaat qiling. Biz sizga kerakli tavsiyalarni beramiz va sifatli yordam ko'rsatamiz. Videoni ko'proq odamlar ko'rish uchun bu videoga like bosing, bizga podpiska bo'ling, obuna bo'ling. Rahmat.